Kafeshkalarda qimmat sotiladigan lasos balig'idan bugun sizlarga uy sharoitida qo'ziqorin bilan lasosni qanaqa mazali bo'lishini ko'rsataman. 4 ta bo'ligini 80 ming so'mga oldim. Hoffmandan Aerogrill zakaz qildim. Retsept qiziq bo'lsa oxirigacha ko'ringlar. Lasos ustiga sous tayyorlaymiz. Tuzdan boshqa hamma ziravorlarni qo'shasizlar. Birinchi ishimiz ustidan ketma-ketlikda ustiga surib, lasos balig'imizni oldiga qaynagan qo'ziqorin va shpinatlarni to'g'rab, maydalangan chesnogimizni balig'imizning ustiga suraveramiz. Yana ham mazali bo'lish uchun smetanaga kivi, olivko'y masla solib yaxshilab aralashtirib, ketma-ketlikda solamiz. Manda limon yog'iga limon o'rniga kivi ishlatdim. Kivi lasos baliq va qo'ziqorinlarni yumshatib, oshqozonni yaxshi hazm qildiradi. Aerogrill menga yoqdi, chunki ishimni yana ham tezlashtirdi. Qo'ziqorin va lasosni bitta vaqtda pishirib oldim. Undan tashqari har xil shirinliklar, boshqa narsalar pishirsa ham bo'ladi. Lasos balig'imiz tayyor. Yana ham mazali bo'lishi uchun ustiga ozgina sir qo'shib, yana 5 minutga qo'yamiz. Endi ustiga tabiiy sous tayyorlaymiz. Kivi, shpinat, ozgina asal qo'shib blenderda maydalab tashlaymiz. Ishoninglar, mazasi shunaqa zo'r chiqqan, yumshoq. Bitta tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham yoqadi. Kivili sousimiz oshqozonimizni yana ham hazm qilishga yordam beradi. Bombardan energetika qizlar buni bemalol ozayotgan paytida ichsanglar ham bo'ladi. Muzdekini ishoninglar, ikkalasi shunaqa mazali bo'lgan. Oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlardan like kutaman.